Dunyoda shunday bir ulug' siymolar borki, bular oldida biz hammamizdan birdek qarzdormiz. Bu insonlar otajon va onajonlarimiz hisoblanishadi. Hadisda keltirilishicha payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3 toifa insonlarning duosi bevosita Alloh taologa yetib boradi deganlar. Birinchi toifasi ota-onalarning duosi, ikkinchi toifasi esa mazlumlar duosi, uchinchi toifasi musofirlar duosi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, barchangizga xush kelibsizlar qilamiz. Bugun Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi ayni daqiqalarda Romitan tumanidamiz. Bu yerda hozirgina musofirlikda yetib kelgan azizlarimiz, ya'niki Sunnat akamiz hamda Dilbar opamizning onajonlarining tavallud ayyomlari munosabati bilan yig'ilib turibmiz. Biz bu xonadon bilan begona emasmiz. Bular musofir yurtda yurgan paytlarida bularning otajonlarini tabriklab ketgandik. Bugungi navbat esa onajonlarga yetib kelgan ekan. Albatta Sunnat aka, Dilbar opa sizlarni tabriklab qolamiz. Har doim mana shunday otajon onajoningizni xursand qilib berishdan hech qachon charchamang. O'tgan yil kelganimizda albatta Sunnat akamiz bizga chiroyli niyatlar, tilaklar, xush kayfiyat bilan kutib olgandilar. Bugun ham mana shunday a'lo kayfiyat ularni hech qachon tark etmasin va albatta chiroyli niyatlar, tilaklarni ularga yo'llagan holatda biz dasturlarimizni boshlaymiz. Undan avval esa Dilbar opamizga bitta savolimiz bor. Dilbar opa, bugungi kunni necha yildan buyon kutasiz? Aynan onajoningizni tabriklashdi. Ko'p yildan beri kutib yurgan edim. 1 yildan beri faqat niyat qilardim. 20-sentyabr boray deb Xitoyga chiqib keldim. Qarang, dadajoningizni ham tabriklagansiz, aynan onajoningizni ham bugun tabriklayapsiz. Ularni xursand qilib yurishni, doimo ularning duolarini olib yurishingiz sababi nima deb o'ylaysiz? Doimo otamning boshim ustiga sog'-salomat bersin. Eng asosiysi shu, to'g'rimi? Albatta, mana shunday ayollarni, mana shunday otajon va onajonisini hurmat qilishiga asosiy sababchi inson bor, ya'niki kuyovlar. Sunnat akamiz aynan mana shu kunni Dilbar opamizga tashkillashtirib berganlari uchun sizga alohida minnatdorchilik yo'llab o'tamiz. Demak, mana hozir onajonlar chiqmoqdalar. Ular chiqishlar bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlarim, dunyoda eng shirin asaldan shirinroq onamning so'zlari, bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli opa singillar, bugungi davraga tashrif buyurgan aziz aka-ukalar. Bugun biz mana shu fayzli xonadonga yana bir bora yaxshi niyatlar bilan, xuddi sizlar kabi yaxshi niyat bilan tashrif buyurdik. Ya'niki ushbu xonadonning haqiqiy ma'nodagi qirolichasi hisoblangan, farzandlarning duogo'y onajonisi hisoblangan. Albatta bugungi tavallud topgan kunlarini nishonlab turgan Zumradxon onajonimizni tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Onajon, bugungi tavallud topgan kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz munosabati bilan sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Hozir ayni paytda topishingiz kerak. Topishingcha kimning nomidan sizni tabriklayapmiz? Qizim, o'g'illarim, kelinlarim, nabiralarim. Shunaqa deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Lekin asosiy insonni topolmayapsiz. Menimcha salgina yuragingizni topganday bo'lyapsiz. Oxirida aytib qo'ydingiz. Albatta, Sunnat akamiz nomlaridan tabriklayapmiz. Eng asosiysi, qarsanglar bemalol chalib qo'yishlaringiz mumkin.
tug'ilgan kuni. Doimo sog'lik, salomatlik sizlar hech qachon tark etmasin. Sunnat akamiz boshchilik. Albatta. Sunnat akamiz boshchilik, barcha farzandlaringiz, xususan aynan bugun sizning tavallud topgan kuningiz munosabati bilan yetib kelgan farzandlaringiz Dilbar opamiz, Sunnat akamiz, qolaversa Samat aka, Sobir akamiz nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Mana shunday a'lo kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Biz sizlar bilan begona emasmiz. Sunnat akamiz tavallud topgan kunlarida ko'rishgandik. Assalomu alaykum Sunnat aka, bugungi kun sizga muborak bo'lsin. Har doim mana shunday o'z oyog'ingizda yurganingizga Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Mana shunday a'lo kayfiyat hech qachon sizlarni tark etmasin. Hozir mana video tasvirlarga tarixga muhrlanyapti bugungi kun. Shuning uchun onajonimiz yonlariga sizni chorlab qolamiz. Yelkama-yelka tursangiz, farzandlar uchun eng katta baxt mana shu hisoblanadi. Keling Sunnat aka, bitta chiroyli qarsaklar chalib qo'yamiz. Bugungi shodiyona kun sizlarning hammangizga, barchangizga muborak bo'lsin. Albatta mana shunday a'lo kayfiyat hech biringiz tark etmasin. Sunnat aka, to'g'risini ayting. Farzandlaringizni ko'rganingizdan xursandmisiz? Dilbar opa, bilasizmi bugungi kunni qachondan buyon kutadilar? 2 oydan buyon kutadilar. Aynan onajonimning tavallud topgan kunlari munosabati bilan. O'tkazgandan buyon hammasi niyati shu. Albatta. Ana bugunga mana Xudo taqdir qilibdi, rahmat. Albatta, ushbu niyatlarga yetkazib turgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Eng avvalo niyatlarni, tilaklarni yo'llash maqsadida hozir sizga so'z navbatini berib qolamiz. Bemalol onajonimizga shu paytgacha aytilmagan tilaklaringiz bo'lsa, hozir aytib olishingiz mumkin. Marhamat. Sentyabrga kelasiz. Men 24-sentyabrga hammamiz ana shu yeramiz. Albatta. Bundan ham kattaroq o'tiraylik. Rahmat, xush kelibsiz. Yo'q, mayli, bizga aytyapsiz, lekin onajonimizga aytib o'ting, marhamat. Hammaga aytibman-ku. Hammalaringiz xush kelibsizlar deyapman-ku. Yo'q, onajonimiz xush kelganlariga necha yil bo'lyapti? Albatta 42 yildan buyon birgasizlar, to'g'rimi? Mana shunday yurishingizga, turishingizga ko'z tegmasin degan niyatlar qilib qolamiz. Qolganini quloqlarga aytasiz, to'g'rimi? Ko'z tegmasin. Biz Dilbar opamiz bilan o'sha siz tavallud topgan kuningizda ham, qolaversa onajonimiz tavallud topgan kunlari yaqin qolganda ham gaplashganimizda aytib o'tdilarki, otajon onajonimiz bizni har doim duolar qilib keladilar. Bizni mana shu darajaga yetishimizga ham eng asosiy sababchi insonlar qilib otajon onajonimizni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Chunki ularni doimo bizga ko'rsatgan mehrlari va albatta video orqali qo'ng'iroq qilganimizda bir kulib qo'yishlari biz uchun eng katta baxt deya albatta alohida ta'kidlab o'tdilar. Zumradxon onajon, yuragingizdan nimalar o'tyapti? To'g'risini ayting, kutganmidingiz yo'qmi? Kutganim yo'q. Yo'q, ozgina kutgandingiz. To'g'rimi? Ozgina kutgandingiz. Lekin mana biz sizni kutganingizni bilib turib, ozgina kechikdik. Ya'niki, yo'q, baribir qilmabdi-da deyishingizni kutgandik. Ana shu qarorga kelgan paytingizda biz yetib keldik onajon. Bitta qarsaklarni chalib qo'yamiz. Hozir onajon, yuragingizdan nimalar o'tyapti? Farzandlaringizga aytib tilaklaringiz bo'lsa, o'tgan yil mana Sunnat akamiz tavallud topgan kunlarda bular musofir yurtda edilar. Bugun mana bag'ringizda turibdilar. Niyatlari yo'llab o'tasiz, marhamat. Avvalambor xush kelibsizlar. Xudoga shukr, 3 ta o'g'lim bor. Nabiy 3 ta qizim bor. Shularni doim bizning baxtimizga sog' salomat, ana shunday eng yomon kunlar, ana shunday quvonchli kunlar bilan o'tsin. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Rahmat deymiz kattakon onajon. Albatta xursandsiz, to'g'rimi? Mana shunday xursandchilik kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Doimo xursandchilik kayfiyatida yurish baxti sizlarga nasib bo'lsa aylasin. Bugungi shodiyona kunni ko'taring kayfiyatda nishonlash maqsadida hozir barchani raqsga chorlasak bo'ladimi? Sunnat aka, o'zingiz boshchilik. Raqsga chorlab qolamiz. Lahzaga to'xtadim ortimga boqib, umrim ham o'tyapti daryoda yoqib. Kimgadir yoqmadim, kimgadir yoqib. Mayli bu o'tkinchi dunyo kerakmas. Otam roziligin ola olsam bas. Dilbari janonlar bir chetda tursin. G'aribu xoqonlar bir chetda tursin. Allohim har farzand shunga ulgursin. Hech kimsa uningdek jonu xalakmas. Onam roziligin ola olsam bas. G'animat baxtim ham, baxtim g'animat. G'animat taxtim ham, shaxtim g'animat. Eng ulug' boyligim, naqdim g'animat. Onamni sevmasa yurak yurakmas. Otam roziligin ola
yurakmas otam roziligin ola olsam da Demak, hozir ayni paytda Sunnat akamiz ham va albatta chiroyli niyatlarni yo'llab o'tgan aziz onajonimiz Zumradxon onajonimiz ham juda ham xursand bo'ldilar. Sunnat aka, mana shunday a'lo kayfiyat hech biringiz tark etmasin. Demak, bugun albatta Zumradxon onajonimizning tavallud topgan kunlari munosabati bilan barcha yaqinlaringiz tashrif buyurganlar, to'g'rimi? Mana shu yaqinlaringiz orasida chiroyli niyatlarni yo'llamoqchi bo'lgan insonlar bor. Qolaversa, mana opa-singillarimiz bor. Ulardan qaysi birlaridan niyatlarni tinglashni xohlaysiz? Xo'sh. Ana uchta ukasi ham uchar ham gaplashib kerak. Uchalalari ham singillari, to'g'rimi? Ham singil gapiradi. Marhamat, qaysi birlaridan birinchi? Farqi yo'q, bir boshdan ketsa. Marhamat. Yo, rasmiga olib qo'yadi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana apam, yaznam, qishatir, ayol bam desinlar. Doim yomon kunlari shunday bo'lsin. Yuzga kirsinlar. Apa, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. 120 ga kiring. Yaznam bilan baxtli bo'ling. Jiyanlarimni boshiga sog' omon bo'ling. Baxt o'xshaydi. Rahmat deymiz kattaga, rahmat. Albatta mana shuning uchun alohida jiyanlariga rahmatlarni izhor aylab qo'yamiz. Eng asosiysi xursandchilik. Yuragingizda iliq niyatlaringiz bor, to'g'rimi? Mana shu niyatlaringizga qo'shilib qolamiz hammamiz. Bugun albatta musofir yurtda yetib kelgan Sunnat akamiz ham, Dilbar opamiz ham yaxshi niyatlar bilan yetib kelganlar. Aynan onajonimning tavallud topgan kunlari munosabati bilan ularni xursand qilish maqsadida tashrif buyurdik-ku, lekin dadajonimiz bizni ozgina xafa qilib qo'ydilar dedilar. Sunnat aka, siz o'tgan yili bizga va'da bergandingiz, to'g'rimi? O'zimni asrab yuraman degandingiz, bugun mana farzandlaringizni xafa qilib qo'yibsiz. O'zingiz doimo asrab yuring, hammasi ortda qolgan rost bo'lsin. Doimo mana shunday sog'lom holatda yurmoqlik vaqti sizga nasib ro'za aylasin. Quloq soling, ana bera o'joya xudimiz bo'ldilar. U kishiga bitta tabriklash uchun bitta so'z berasiz. Albatta, xudojonlardan tabrik so'z tinglamasak bo'lmaydi. Marhamat xojona, yaqinroq tashrif buyurasiz, chiroyli qarsaklarni ular uchun chalib qo'yamiz. Marhamat. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Xudojonim, ikkovlaringiz qo'shib bir ayol bilan bo'linglar, baxtli bo'linglar. Nabira, abira, chabiralarni ko'rishni Alloh taqdir qilsin iloyim. Hamma vaqt sog' salomat bo'linglar. Ana shunday aqlli, mehribon farzandlarni katta qilinglar, ularni huzurlarini ko'ringlar. Hammalaringizga rahmat. Rahmat deymiz kattaga, rahmat. Albatta, onamiz joyida, yangamiz hozir bizni duolar qilib kelyaptilar dedilar. Sharofatxon onajon, marhamat, yaqinroq tashrif buyurasiz. Niyatlarni sizdan ham tinglamasak bo'lmaydi, chunki Sunnat akamiz alohida niyat qildilar. Marhamat Sharofatxon onajon. Ular uchun ham bitta qarsaklarni chalib qo'yamiz, chunki bugungi shodiyona kun munosabati bilan ular ham tashrif buyurganlar. Aynan Zumradxon onajonimizga, Sunnat akamizga, qolaversa umuman butun mana shu xonadon sohibalariga niyatlaringizni yo'llab o'tasiz. Keling Sharofatxon onajon, yo'llarda turgan holatda niyatlarni yo'llasangiz yaxshiroq yetib boradi. Marhamat. Yuzga kirsin iloyim. Bizda sonlarga kirsin, bachalarini huzurini ko'rsin iloyim. Sog' salomat yursin iloyim. Balalarni boshiga. Rahmat kattaga, rahmat. Zumradxon onajon, eng asosiysi sizni xursandchiligingiz, Sunnat akamizning xursandchiliklari. Akajon, nimaga o'rtaga o'tirib oldingiz? Bular yelkama-yelka turishlari kerak. Marhamat. Sunnat aka, marhamat, yaqinroq turib olasiz. Chunki bitta niyat bor. Otajon, onajonlarimiz har doim mana shunday yelkama-yelka turishsa, bir-birlaridan energiya olgan holatda yanada sog'lomlashadilar. Shuning uchun har bittamizning otajon, onajonlarimiz sog'lom holatda bo'lsin. Marhamat, hozir so'z navbatlari beriladi Sunnat aka. Yaqinroq turib oling, marhamat. Hamma kutib turibdi sizni. Ko'z tegmasa ilohim. Albatta, Dilbar opamiz ta'kidlab o'tdilarki, otajon, onajonimiz bizni voyaga yetkazgunga qadar ko'p qiyinchiliklar boshlaridan kechirganlar. Mana shu barcha qiyinchiliklar ortda qolgan rost bo'lsin, bundan buyog'iga o'zlarini asragan holatda yursalar, biz uchun eng katta baxt mana shu. Bizni har doim duolar qilib yursalar, biz uchun eng katta baxt mana shu deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Ota-onalarimiz har doim boshimizda sog' salomat bo'lsin. Ona bor hayotda yashash boshqacha.
onaning taftiyu mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz kimlarni o'ylab? Albatta bizlarni o'ylab. Tun u kun Xudodan baxtimiz tilab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab, milliardlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onajoningiz umriga umr tilaymiz. Bir umr Xudodan baxtni tilaymiz. Onasi yo'qlardan uzr so'raymiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Bugun mana farzandlaringiz sizlarni xursand qilishni niyat qilganlar. Qolaversa sizlar bilan bir qatorda mana shu yerdagi mehmonlarimizni ham xursand qilishni niyat qilganlar. Chunki onajonimning tavallud topgan kunlari munosabati bilan ularning hayotlari doimo shirin va totli tarzda bo'lsin deya shirinlik tortlarini siz uchun ataganlar. Qolaversa har doim mana shunday tunlaringiz doimo yorqin holatda, oydin holatda bo'lishi uchun yana bitta surpriz ataganlar. Xohlasangiz hozir mana shu yerdagi barcha yaqinlaringiz qarshilarida o'sha surprizni ko'rsatamiz sizlar uchun. Nima deb o'ylaysiz, o'sha surpriz nima? Bilmaysiz, to'g'rimi? Bilishni xohlaysizmi? Miltiqdan o'tish. Agarda bilishni xohlasangiz, hammadan bitta iltimosimiz bor. 7 gacha sanashingiz kerak bo'ladi. 7 deganingizda o'sha surprizimizni guvohi bo'lishlaringiz mumkin bo'ladi. Qani birgalikda sanaymizmi? 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni. Onajon qo'rqib ketmadingizmi? Biz ham kutmagandik unaqa bo'lishini. Bolalar bo'lsa bolalarning pampersdan xabar olib qo'yinglar. Albatta har doim sizlar xursand holatda yurishingiz bular chin yurakdan xohlaydilar. Hozirgi so'z navbatini esa Dilbar opamizning shaxsan o'zlariga berib qolamiz. Undan keyin esa Rossiyada yurgan Sobir akamizga berib qolamiz. Marhamat. Onajon, dadajon, yaksadi biz badareton, doimo bo'lasarim. Sog'i salomat, xandikara gardeton. Faqat xandikara gardeton, doimo bo'lasarim mo'ba. Rahmat. Hech qachon kasalnashayton. Rahmat. Dashmayam rahmat. Shoma deton shimoya Mahmudton mehmon rahmat. Shoma deton. Rahmat. Sunnat aka yagona qizingiz bor, to'g'rimi? Dilbar opamiz aynan sizlarni tabriklashni niyat qilganlar. Yana ikkita bor. Yana ikkita bor, to'g'rimi? 3 tami yana? 3 ta. Albatta. Albatta. Lekin haqiqiysi bitta, to'g'ri? Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Albatta Dilbar opamiz ta'kidlab o'tdilar. Men bilan bir qatorda ikkita kelinlarni ham otajon, onajonimiz qiz sifatida tan olganlar dedilar. Lekin mana Dilbar opamiz yuzlariga qarang. Ular xuddi hozir dugonalarini tabriklayotgandek bo'lyaptilar men nazarimda. Chunki ular ham 18 yoshda, siz ham 18 yoshga o'xshab turibsiz onajon. Har doim mana shunday yosh ko'rinib beringlar. Dilbar opamizni yosh yurishlariga asosiy sababchi bitta inson bor. Ya'niki keyingi o'g'lingiz Sunnat akamiz, to'g'rimi? Sunnat akamizga so'z navbatlarini berib qolamiz. Marhamat Sunnat aka, yaqinroq tashrif buyurasiz. Aynan Dilbar opamizdan-da oldinroq sizni tabriklashni niyat qilgan akamiz mana shu kishi bo'ladilar. Sunnat aka, marhamat, niyatlarni yo'llab o'tasiz. Amaton nazvanıdan. Şumaratan. Aksez bişmederi. Avaq kabul sarma sağ salma digeritan. Kendi rezultatını hamzan güzelet. Ama ben niyetim naz, sağlık, selametlik. Da gol naz rafta biyon. Ve surh kati. Ama ben tüy tamışa. Ama bakmak şevet. Rahmat. Shomda jonim. Albatta, bitta quchoqlab qo'yasiz. Hozirgina bizga aloqaga chiqqan Sobir akamiz borlar. Ular musofir yurtda yurgan ekanlar. Eng kenja to'yidan eshitish boshqacha bo'ladi onajon. Ularning tillaridan eshitish, niyatlarini, tilaklarini eshitish boshqacha bo'ladi. Shuning uchun o'zlariga hozir so'z navbatlarini berib qolamiz. Marhamat, garchi onlayn bo'lsa-da, mana o'tgan yili Dilbar opamiz onlayn tabriklaganlar. Bugun
Sobir aka, niyatlarni onajoningizga yo'llab o'tasiz. Niyat qilamizki, nasib bo'lsa siz ham onajoningiz qarshilariga eson-omon, sog'-salomat, quchoq ochib kutib olish vaqtiga muyassar bo'lsalar degan niyatlar qilib qolamiz. Marhamat. Hozir onajoningizni uzoqdan kuzatib turibsiz, men sizga yaqinroqdan ko'rsatmoqchiman, faqat ko'zingizga yosh aylanmasin. Niyatlaringizni, yuragingizdagi tilaklarni yo'llab o'tasiz, marhamat. Assalomu alaykum, onamiz aytdi. Ovozlarni eshitish boshqacha bo'ladi, onajon. Salom berdilar, albatta. Sizga sog'lik, salomatlik tiladilar. Marhamat, marhamat. Yaxshi bisbadar edi ona. Salomat yarilardi. Mana shu yerdagi kelgan barcha yaqinlaringiz, albatta sizlarning xursandchiliklaringiz uchun, albatta sizlarning hurmatlaringiz yuzasidan tashrif buyurgan mehmonlarimiz hisoblanishadi. Hozir chiroyli qarsaklar chalishyapti. Eshitilyaptimi sizga ham? Albatta, ushbu chiroyli qarsaklar aynan siz uchun chalindi. Hozirgi so'z navbatini esa aynan aka-ukalarni, qolaversa, opajonlarni gapirishlarini chin yurakdan niyat qilib bizga har doim aytib, ta'kidlab charchamayotgan akamiz Samat akamizni o'zlariga so'z navbatlarini beramiz. Opamga so'z navbatini bering, ukamga so'z navbatini bering deyaptilar, lekin o'zlariga so'z navbatlarini berishni biz o'zimiz o'ylab topdik. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu ona bilan otam 120 kirdilar, ammo boshimizga sog' yursinlar. Shu kelibchilar olayizga. Rahmat, Dilbar opa alohida sizga minnatdorchiliklarni yo'llab o'tdilar, chunki Dilbar opamiz ham musofir yurtda yuradilar. Qolaversa, Sobir akamiz ham musofir yurtda yuradilar. Otajon, onajonlarning hollaridan xabar olib turguvchi yakka yagona farzand Samat aka sizga alohida minnatdorchilik yo'llab o'tdilar. Sunnat akamiz ham, qolaversa Sobir akamiz ham, Dilbar opamiz ham har doim bular boshlarida sog'-salomat bo'ling. Opajonlarni, ukajonlarning yo'qliklarini bildirmagan holatda har doim otajon, onajonlarning hollaridan xabar olib turguvchi mana shunday farzandlar har doim ko'paysin, jigarlar esa bir-birlariga mehrli, oqibatli bo'lsin deya niyatlar qilib qolamiz. Va albatta bugun qo'shaloq tug'ilgan kunlar ham nishonlanib turibdi, to'g'rimi onajon? Ya'niki Solihaxonning ham bugun tavallud topgan kunlari nishonlanib turgan ekan. Garchi ularning tavallud topgan kunlari 24-sentyabrda bo'lsa ham aynan ularni tabriklab qolamiz. Kelinglar, hammamiz bir ovozdan tabriklaymiz deya onajonimizni ham, Solihaxonni ham tabriklab qo'yamiz. Qani ketdik. Rahmat. Solihaxon, marhamat, buvijoningiz tabriklab qo'yasiz. Rahmat kataga, rahmat. Sog' salomat bo'ling. Albatta Dilbar opamizning o'g'illariga so'z navbatlarini berib qolamiz. Qaysi biriga? Sunratjonga, marhamat. Я поздравляю вас. Желаю вам, чтобы вы жили очень счастливо и долго. Чтобы вы радовались каждой минуты, которую вам дал Бог. И я хочу, чтобы вы увидели не только своих внуков, и пра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 п
Rahmat. Endi ruscha tushunmaydiganlarga o'zbekcha ham aytib qo'ying. Ayta olasizmi? Rahmat. Eng asosiysi sog'lik, salomatlik tiladilar buvijonlarga, bobojonlarga. Ko'z tegmasin. Nomon akamizga so'z navbatlarini berib qolamiz. Aynan akajonlari ushbu chiroyli kunda albatta tilaklarni yo'llab o'tsalar, nur ustiga Alloh nur bo'ladi. Marhamat. Nomon akami? Nomon aka marhamat. Ham kelin, hamma qadar umr deydi, hamma qadar qal. Bu hamma qadardagi umr emas. Hamma sog' salomat bo'lsin. Rahmat. Nomon aka, sizni ham yoshingiz ulug' ekan. Har doim mana shunday yoshingiz ulug' bo'lib, doimo farzandlar boshlarida sog' salomat bo'ling. Bitta qarsaklar chalib qo'yamiz. Hammamizni mana shu kichik yoshlariga yetishib yurish baxtiga muyassar qilsin degan niyatlar qilib qolamiz. Mana chiroyli oppoq libosda kelgan nabirangiz bor ekanlar. Niyatlarini ulardan tinglab qolamiz. Marhamat. Assalom buvijon, bayramatun kati. In bayram munosabati yaksiz bismadarit. Tug'ilgan kun bir bahona xolos. Zumrat xonajon keling yaqinroq. Marhamat. Biz Dilbar opa bilan gaplashganimizda aytib o'tdilarki,
Tug'ilgan kun bir bahona xolos. Eng asosiysi onajonimizni har doim qo'llaridan xabar olib turganimizni o'zi biz uchun eng katta baxt. Har doim onajonimiz qo'llarini ko'ksilariga qo'ygan holatda mehmonlarni kutib oladilar, bizni yaqinlarimizni kutib oladilar. Qolaversa barcha nabiralarga ham bizga bergan yaxshi ta'lim tarbiyalarini ayamagan holatda chiroyli tarbiya berib kelmoqdalar. Biz yo'g'imizni bildirmayaptilar dedilar. Buning uchun alohida minnatdorchilik yo'llab o'tamiz Zumradxonajon. Ilohim ko'z tegmasin. Hali bir necha yillar davomida Sunnat akamiz bilan qo'sha qarib yurish baxtini sizga nasib ro'za aylasin. Menimcha endigina to'y bo'lyapsizlar shekilli, to'g'rimi? Ikkovingiz ham 18 yoshga o'xshab turibsizlar. Ko'z tegmasin. Har doim mana shunday yoshlik kayfiyat sizlar tark etmasin. Bizni tabrigimizni buzib turgan bitta syomkachi akamiz bor. Akaga yaqinroq keling, sizga ham so'zni o'tirmaylik. Keling yaqinroq, marhamat. Ko'p buzyapsiz bizni gaplarimizni, o'rtasidan o'zingiz gaplaringizni albatta aytib o'tyapsiz. Keling, marhamat. Mikrofonga ham ayting o'sha gaplaringizni. Keling, Sunnat aka ham xohlayaptilar. Keling, marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Ana bu kecha apamni deraznelari ekan. Ana bu kishi hamma vaqt 120 ga kirsinlar, hamma vaqt sog' salomat bo'lsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlariga yetsinlar. Ana bu kishi mani Bajo. Hamma vaqt ana shu Bajoni ustlariga, nabirachalarning ustlariga, do'notlarni, qizlarni, hammasining ustlariga hamma vaqt sog' salomat bo'lsinlar. Hamma vaqt o'sha nabiracha, abiracha, chabirachalarning ham baxt to'ylariga hamma vaqt bo'lsinlar. Kam bo'lmaylik, ko'p bo'laylik, hamma vaqt hurmat izzatga bo'laylik. Rahmat amallaringizga. Apa, 120 ga kiring. Nima niyat qilganmisiz, niyatsizga yeting. Rossiyadagilar hammasi ham sog' salomat kelsin. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling deya niyatlar qilib qolamiz. Azaldan bir gap qolib kelganki, hech kimsa tanlamas ota-onani. U kimdan tug'ilsa shudir onasi, uni kim yaratsa shudir otasi. Qay kunga duch kelsa shu zamonasi, yangilash mumkindir bu zamonani, ammo yangilab bo'lmas ota-onani. Kimningki tafakkuri bo'lsa ziyoda, ota-ona nomin ulug' tutsin dunyoda. Otasiz qolmasin hech qanday go'sha, onalarning poyiga joningni to'sha. Qarang, yuzlariga ajin oralab qolgan. U bir umr farzand deb yugurib chopgan. Peshona teridan topgani halol, farzandga sarf aylagan bekam bemalol. Agar bo'lsa vijdon, aylangiz javob. Ota rizoligi eng ulug' savob. Onajoning esa boshingga ko'tar, bu dunyo g'animat, bu kunlar o'tar. Ayni damda kimdir kimgadir farzand, bu dunyo misoli charxpalak, garchi kimki ota-onasiga qanchalik hurmat aylasa, shuni qaytaradi kichkintoylari. Unib o'ssin jajji jonajonlarimiz, bor bo'lsin otajon u onajonlarimiz. Ilohim baxtimizga sog' salomat bo'linglar. Albatta bu hayotda ikki toifa farzandlar bo'lar ekan, ular umuman mehnat qilmasdan uyda yotaversa ham bo'lar ekan. Birinchi toifasi ota-onasini duosini olib yurgan, ikkinchi toifasi esa duosini olmagan farzandlar. Duosini olgan farzandlar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar mehnat qilmasa ham ularga qayerdandir Alloh taolo barakasini berar ekan. Ikkinchi toifasi esa ota-onasini rozi qilmagan farzandlar ham mehnat qilmasa bo'laverar ekan. Chunki ular qancha mehnat qilsa ham barakali bo'lmas ekan. Shunday ekan, hozir biz farzandlaringiz yuzi ko'zlariga qarab bir narsani tushunib yetyapmizki, bular barakali farzandlar. Chunki sizdek otajon, onajonlar har doim duolar qilib yuribsizlar. Shundaymi? Zumradxonajon bundan-da ulug' yoshlarga kirish baxti sizga nasib ro'za aylasin. Dilbar opamiz ta'kidlab o'tdilar. Otajonimizni ham, onajonimizni ham tabriklaganimiz bu maqtanish emas. Hammani oldida ko'z-ko'z qilish emas. Otajon, onajonimiz bizni hech qachon maqtanchoq qilib tarbiyalamaganlar. Bu eng asosiysi bitta maqsadimiz borki, mana shu yerda o'ynab kulib yurgan jajji jiyanlarimiz bor, qolaversa farzandlarimiz bor. Mana shularga o'rnak bo'lish uchun kelajakda bular ham ota-onani mana shunday e'zozda, hurmatda saqlab yurishi uchun mana shunday amallarni bajaryapmiz dedilar. Kelajakda sizlarga ko'rsatayotgan mehr-oqibatlari bularga ham farzandlardan qaytmoqligini tilab qolamiz. Yana bir bora Zumradxonajon, tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Ushbu qarsaklar sizlar uchun. Albatta, marhamat. Qo'lingizni qayerga sindirdingiz? 120 ga kiring buvijon. Salto qilishni o'rgandingizmi yo'qmi? Rahmat. Mayli, o'rinlarda turtiladi kelajakda. Albatta, otajon, onajonisini boshlarini yuqori ko'tarib beruvchi farzand bo'lib voyaga yetmoqligini tilab qolamiz. Eng asosiysi sizlarning xursandchiligingiz. Agarda xursand bo'lgan bo'lsangiz, Dilbar opa o'z niyatingizga yetasiz, to'g'rimi? Ular xursand bo'lsalar bo'ldi, to'g'rimi? Ana endi esa bitta niyatingizni amalga oshiramiz. Dadajonim bitta duo qilib qo'ysinlar dedilar.
tabriklayman deb o'tiribdilar. Albatta, albatta. Bojalarni esdan chiqarmadilar Sunnat akamiz. Qachon bo'lishidan qat'iy nazar, albatta tavallud topgan kuningizda barcha sinfdoshlaringiz kelgandilar, to'g'rimi Sunnat aka? Hamma sinfdoshlaringiz chaqirgan, harbiy xizmatdoshlaringiz chaqirgandingiz, to'g'rimi? Hammalarini chaqirgandingiz. Mana hozir bojangizni ham ko'rib, menimcha albatta yuragingizdan to'lqinlanib turgan bo'lsangiz kerak. Bular ham niyatlarini, tilaklarini hozir yo'llaydilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Shu xonadonga men tilaymanki, doimo fayz baraka bo'lsin. Shu nabiralarni ana Xudo bergan umrni, uncha umr demayman, Xudo bergan umrni ana shirin shakar nabiralarni, farzandlarini huzurida yashasizlar. Sog' salomat bo'linglar, tavalludlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Biz albatta Sunnat akamiz tavallud topgan kunlarda kelganimizda ham, Zumradxon onajonimiz tavallud topgan kunlarda kelganimizda ham bir narsani sezyapmizki, bular mehmondo'st insonlar. Biz gapiryapmiz, farzandlarimiz gapiryapti. Mana bojom ham gapirdilar, endi qudajonlarimiz ham gapirsin deyaptilar. Qaysi birlari? Shermat aka, marhamat. Shermat aka, sizdan ham niyatlar tinglab qolamiz. Marhamat. Qarsanglar o'ta chalib qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Qo'shcha gap sayam biladimi? Xudo yurizlar berishadi. Doim sog' salomat bo'lishing. Yo'tona o'ta tomon afzal men qolman. Aralashishlar. Abera shag'al taqdim Rahmat deymiz kattaga, rahmat. Qiz chiqargan ota-ona bitta narsadan xursand bo'ladi. Doimo kuyovim qizimni asrab yursa, sog' salomat olib yursa, har doim uni doimo ko'klarga ko'tarib yursa, xursand bo'laman deya albatta har doim ota-ona yuragidan o'tkazadi, to'g'rimi? Sunnat aka qanaqa olib yuribdilar qizingizni? Sunnat aka qanaqa olib yuribdilar qizingizni? Yaxshimi? Sizga yoqyaptimi? Yaxshi, yana hayoti yaxshi. Xudoga shukr. Hayotlari yaxshiligidan siz ham xursandsiz, to'g'rimi? Endi ikkita kelin qolibdi, ikkita qiz. Ular bir nechta deyishgan. Albatta, marhamat. Bo'lmasa ularga ham xos so'z navbatlarini berib qolamiz. Niyatlarini, tilaklarini yo'llash maqsadida hozir Sunnat akamizning shaxsan iltimoslariga ko'ra Nilufar opamizga hamda Sevara opamizga so'z navbatlarini berib qolamiz. Marhamat. Assalom, mehr muhabbat, mulkin sulton ona. Toj taxtimning bisoti Hazrati inson ona. Kecha kunduz yotmay Allah aytib chiqqaning bir kecha. Bir umr xizmatda bo'lay, qolmagay armon ona. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Bugungi oyijonimni tug'ilgan kunlarga, ilo oyijonim 120 ga kirsinlar, boshimizga sog' omon bo'lsinlar. Farzandlari, nabiralarini boshiga sog' salomat bo'lsinlar. Doimo baxtimizga omon bo'lsinlar, doim kulib yursinlar. Xush kelibsizlar. Hammalaringizni uylaringizga mana shunaqa tug'ilgan kunlarga didor g'animat o'tirishlik nasib ro'za aylasin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat. Mana bizga aytmaganlarini qarang. Dilbar opamizning o'zlari ham 14-sentyabrda tavallud topgan kunlarini nishonlagan ekanlar. Ko'z tegmasin. Kelinglar, hammamiz tabriklaymiz deb qutlab qo'yamiz. Qat ketdik. Tabriklaymiz. Va ana endi Sunnat akamiz kutgan daqiqalar yetib keldi. Sunnat aka yaqinroq keling. Albatta biz Dilbar opa bilan gaplashib bo'lganimizdan keyin Sunnat aka alohida sekretniy telefon qildilar bizga. Ya'niki juft halolimni ham tavallud topgan kuni o'tib ketyapti. Shuning uchun o'sha paytda bitta bo'lsin deya chiroyli she'r yuboraman. Albatta o'sha she'rni o'qib eshittiring dedilar. Hozirgi aytiladigan she'r aynan Sunnat akamizning yuraklaridan chiqqan she'r hisoblanadi. Samimiy she'r. Marhamat qilib qabul qilasiz Dilbarxon opajon. Hayot tashvishlari nozik yelkangda charchadim demaysan, kulib turasan. G'am, alam cheksang-da ma'sum chehrangda jilmayib turasan, shukr qilasan. Qalbing to'la mehr, shirin xayolim, ey mening ayolim, juft halolim. Tosh chiqsa kemirding sadaf tishingda, suv kelsa simirib ro'zg'or ishingda, ba'zan ranjitsam ham ozorlar berib, omadimni tilading yoz-u qishimda. Bariga chidagan shirin xayolim, ey mening ayolim, juft halolim.
Musofir yurtlarda bola chaqam deb, sahardan shomgacha mehnatda yurdim. Ortimdan kuzatib, sekin pichirlab, Alloh panohida asrasin deding. Sabriga tasanno shirin xayolim, ey mening ayolim. Jufti qil. Qarsaklarni chalib qo'yamiz. Rahmat. Ko'z tegmasa, har doim mana shunday mehr oqibatingiz mustahkam bo'lishini tilab qolamiz. Har doim yuzingiz yorug' bo'lsin. Farzandlaringiz e'zozli yurmoqlik baxti sizga nasib ro'za aylasin. Dilbar opamizning yana bitta iltimoslari bor. Aynan dadajonimning bitta duolarini olib beringlar dedilar. Agar dadam duo qilmasalar, mendan bir tiyin ham ola olmaysizlar dedilar. Shuning uchun bitta duo qilib qo'yasiz, marhamat. Iloyim amin. Hamma vaqt tinchlik, sog'lik bo'lsin. Hamma shu murodlarga yetsin. Biron kishi bu davradan kamalmasin. Ana shu safarga yurgan o'g'illarimiz ham, avlodlarimiz ham hamma vaqt sog' salomat bo'lsin. Bularning hammasining ishiga Xudo baraka bersin. Sizlarga ham omad tilaymiz. Buyurib bundan ham ko'proq o'tiraylik. Hammalaringizga tashkil qilganlarga ham rahmat. Hammalarga sog' salomat yuringlar. Hamma tinchlik, sog'lik. Allohu akbar, rahmat, rahmat deymiz, kattakon rahmat. Mana shunday yorug' yuz bilan kutib olishingizga albatta ko'z tegmasin. Har doim kelganimizda ochiq yuz bilan kutib olasiz, kulgu tabassum bilan kutib olasiz. O'tgan yili siz tavallud topgan kuningizda bu yerda bir uy sinfdoshu yaqinlaringiz bilan o'tirgandingiz, to'g'rimi? Hammalarini nomlaridan ham sizni tabriklab qolamiz, onajon. Albatta yubiley marosimingiz edi o'sha paytda. Ko'z tegmasin. Sizni yana bir bora ko'rib turganimizdan, onajon, sizni yana bir bora ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xonadoningiz har doim yaxshi kunlarga boy bo'lsin. Doimo mana shunday mehmonlar safi bundan-da keyingi bunaqa davralar to'ylarga ulanib ketishini tilab qolamiz. Endi esa barcha yaqinlaringizni hozir atrofingizga chorlaysizda, chiroyli esdalik uchun fotosuratlarga tushasiz. Bo'ladimi? Sunnat aka o'zingiz chorlab qo'ying. Hamma rasmga berakning. Marhamat, rasmga tushishga hammani chorlab qolamiz. Kelinglar yaqinroq.